Assalomu alaykum. Biyagomiz Vodiy Uz kanali a'zolari hamda YouTube tomoshabinlar barchalaringga xayrli kun tilagan holda videolarimizni boshlaymiz. Aytgancha ayyomlar hammalaringga muborak bo'lsin. Bugungi sanamiz 2025-yil 7-iyun hafta kuniga shanba kunida turibmiz. Hozir soatimizni aytadigan bo'lsak 12dan 20 minut o'tyapti. Rosa abid mahol. Hozir bundan bir 2 soat oldin mana shu dala hovlimizga kelgandik. Suv qo'ymoqchi bo'lib, yengil suv qo'ydik. Hozir mana ko'rishlari mumkin. Suvlarimizni qo'ydik. Hozir shoxlarimizning hosili juda yaxshi. Ustug'imasin juda ser hosil bo'lar ekan bu. Erta pishar oshqovoq. Kimdirlar aytadi soldiq otdi deydi. O'z nomi bilan ham soldiq otdi ekan. So'gindan keyin agar issiqlik yaxshi holatda bo'lsa, mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta nelarda kichkinasi. Mana bu yerda jonivor. Juda bir ajoyib, juda shirin, serhosil, beozor narsa ekan bu. Gapimizni qisqaroq qiladigan bo'lsak, bundan 2 hafta oldin 100 kilo uzgandik mana shu yerda. 10 so'tik deyta bir joy bo'lsa, 15 so'tik chiqmasa ham kerak, 10 so'tik bo'lsa kerak mana shu joyimizdan. 2 hafta oldin 100 kilo uzgandik. Undan keyin havolar hammalaringga ayyom, ancha salqin bo'lib ketdi. Hosillarimiz palaklari g'ovlab, hammaklari kattaya boshladi, lekin pishib olmadi. Demakki, issiq yetarli bo'lmadi. Demoqchimanki, hamma narsaga albatta issiqlik kerak ekan. Bugun 7-iyun bo'lsa, 5-iyun kuni 20 kilo uzgandim ertalab kelib. Mana oradan bir kun o'tdi. Mana juma o'tdi, bugun shanba bo'lsa, suv qo'ygani kelgandik, hozir suvni ham qo'ydik. Oshqovoqlarimiz pishib yoribdi. Bo'lmasa ertalabda bozorga klientlarga yetkazardik, lekin hozir klientlarga telefon qildik, olib keling tezda. Oshqovog'imiz yo'q deyishdi. Hozir yetkazib boramiz. Kech bo'lsa ham kutishyapti. Hozir hosilni ko'rsatamiz sizlarga. Mana bir kun, 1,5 kunda mana kecha issiqlik ancha yuqori darajada bo'lganligi uchun ancha dimladi. Mana shu tarvuz, qovun, oshqovoqlarga juda yoqar ekan. Mana bir kun, 1,5 kun ichida juda bu pishvardi. Endi buni pishganini qaydan bilasiz desalaring, endi meni birinchi kishimcha bu mutaxassis emasman, lekin urgansa bo'lar ekan, ancha mutaxassis bo'lib qoldik. Ana shunday tindoqlaganingizda qattiq bo'lar ekan. Buni 2 marta, 3 marta uzganimizdan keyin o'zi ko'z pishib qolar ekan buni. Shuni ko'rganda uzadigan bo'lib. Hozir ko'rsataman, hozir qayerga qo'ydik oshqovoqlarimizni. Shu donasi. Mana shu oshqovog'imizni hozir mana kichkinalarga qarayapsiz, ko'ryapsiz. Mana oshqovoqlarning yonida mana jonivor mana shu yerda xuddi qovunga o'xshab band berib yurar ekan bu. Demoqchimanki, mana tortganingizda sinib ketsa, bu yana shu holatda ham bilsa bo'lar ekan pishganini. Endi har bittasini mana uzib chiqmaysiz-ku, lekin tirnoqda ko'rganingizda tirnoq kirmadimi? Shu qattiqmi? Mana shu haqiqiy pishganligini bilsangiz bo'lar ekan. Endi kimdirlar o'ylashi mumkin, o'zimizni nariga
jaydar oshqoqlar, sallalar bor, ular sarg'ayib pishadi. Lekin mana buni mazasi kerak bo'lsa, ulardan zo'r bo'lar ekan. Videoyimizda kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Bittadan like bosib qo'yinglar, ko'pchilik bizni obuna bo'lmasdan kuzatar ekan. Obuna bo'lib qo'yinglar, albatta. Qo'ldan kelganicha manfaatli video qilamiz. Birinchilardan bo'lib sizlarga yetib boradi. Obuna bo'lib qo'ysalaring. Yanagi videolarda ko'rishguncha